qaysi blokdan yoki pishgang'ichdan, xomg'ichdan, shalaka blokdan uy qurgan ma'qul? Videomizni oxirigacha tomosha qilib, like bosib qo'yinglar, sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Azizlar, ko'rib turganinglar, gaza blok, gipsa blok, pishgang'ich, xomg'ich va shalaka blok. Azizlar, bu ko'rib turgan gaza bloklar mahalliy gaza blok. Bir donasining narxi 17 ming so'm. 100 metrli fundament uchun 166 dona bir qatoriga ketadi. 3 metrli balandlikda bo'ladigan bo'lsa, 2,5 ming dona blok ketadi. Ko'paytiramiz 2,5 ming donaga. 42 million so'mlik gaza blok ketadi 100 metrli fundament uchun. Balandligi 3 metr bo'ladigan bo'lsa va buni 42 million so'm hisoblaydigan bo'lsak, 2,5 ming donani ko'paytiramiz 5 mingdan urib berishadi ustalar. 12 million so'm va bunga 2,5 million so'mlik kafenikli ketadi. 15 million so'm plus 42,5 million so'm. 57 million so'mga tushadi. Endi gipsa blok. Azizlar, buni narxi 10 ming so'm ekan. Ko'paytiramiz, bu ham 2,5 ming dona ketadi. 60-30-20 razmeri. 25 million so'mlik. Buni ham 5 ming so'mdan urib berishadi. Ko'paytiramiz 2,5 ming. 12 million so'm plus 25 million so'm. Va bunga yana 2,5 million so'mlik kafenikli ketadi. 40 million so'mga mana shu mahsulot joyiga o'rnayapti. Endi pishgang'ich. Pishgang'ich narxi 1000 so'mdan. Bu gaza blok va gipsa blokda bir donasini o'rniga 18 ta pishgang'ich ketadi. Pishgang'ichimiz 18 ta hisoblagandan keyin 2,5 ming dona ketgan edi 100 metrga. 2,5 ming donani ko'paytiramiz 18 ga. 45 ming dona ketar ekan 100 metrli fundamentimiz uchun. Endi buni ko'paytiramiz 1000 so'mdan 45 million so'm bo'ladi. Bunga 10 million so'm atrofida rastor va yana mayda-chuyda narsalar ketadi. 55 million so'm. Endi buni ustalarimiz 500 so'mdan urib beradi, ko'paytiramiz 45 ming. 22 million so'm. Plus 55 million. 77 million so'mga 100 metrli fundamentimiz uchun pishgang'ich o'rnaydi. Xuddi shu mahsulot, xuddi shuni narxi 2 barobar kamiga xomg'ich o'rnaydi, chunki narxlari rosa 2 barobar kami bo'lar ekan. Bo'lamiz 2 ga. 38 million 750 ming so'mga xomg'ich o'rnaydi. Endi shalaka blok. Azizlar, bu shalaka blok uy qurishga umuman to'g'ri kelmaydi, faqatgina devorlar va zaboringizni o'rash uchun bo'ladi. Umuman uy qurib yurmanglar, bu umuman to'g'ri kelmaydi. Azizlar, videoga like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin.